Altis darsxana, dağlıq məktəb arzuyunuzni amalga oshiradi. Parasitik o'quvchilar yaxshimsizlar. Bu soat so'zlamoqchi bo'lgan mazmunimiz Kozir zapas a'zo 2-qism. Noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib tanlama formulasini yashish. Biz burun o'rganib bo'lgan bir noma'lumlik birinchi darajalik tanlama, ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlamalar sistemasi, kasr ifodalik tanlama va bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanlama qatorliqlarning 80%dan ko'progining yashish usuli nihoyat oddiy. Ammo qilib qolgan 20% bir qadar murakkab bo'lib, bularni mukammal egilgandila nuqtaliq oliy maktablarga o'tishga asos sog'ili bo'ladi. Masalan, yuqori darajalik bo'lgan butun ifodalik tanlama, surat va maxrajlari murakkab bo'lgan kasr ifodalik tanlama yoki yildiz ostida murakkab ko'p a'zolik bo'lgan irratsional tanlama qatorliqlar. Bunda g'alati tanlamlarni yeyish uchun oldingi soat so'zlagan Kozir zapas a'zo yordamchi elementga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Noma'lumni almashtirish va yordamchi elementning tubki maqsadi yeshishga bo'lmaydigan yoki yeshish tas bo'lgan asl tanlamini yeshishga bo'ladigan yoki oson yeshishga bo'ladigan tanlamaga o'zgartirish bo'lib, bu yerdagi hal qiliq masala ifodadagi bir butun qurilmani tepib chiqishdan iborat. Masalan, tuvandagi misolga qarab boqaylik. Aniqki, bu tanlamadagi bir butun qurilma a kvadrat plus b kvadrat bo'lib, bu tanlamani yeshish uchun uni yordamchi elementga almashtirib maydondan tushirib ya'ni a kvadrat plus b kvadrat tang t deb faraz qilsak, asli ifoda tuvandagidek oddiylashadi. T kvadrat minus 2t minus 3 tang 0. Bu tanlamani yeyish orqali t2 tang minus 1, t1 tang 3 ga erishimiz. Bu yerda shuningga diqqat qilish kerakki, t1 oddiy harf bo'lib qolmasdan, u a va b ning kvadratining yig'indisi bo'lg'achqa cho'qim 0 ga tang yoki 0 dan cho'ng bo'lishi kerak. Shunga minus 1 degan qiymatni tashlab o'tamiz. Shunga a kvadrat plus b kvadratning qiymati faqatla 3 ga tang bo'ladi. Bu misol tub o'zidan butun ifodalik tanlam bo'lib, bir butun qurilmani tepish talab qilinadi. Shunga noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib, nihoyat osonli yashkil bo'ladi. Bu yerda faqat kvadrat yig'indisining cho'qim 0 ga tang yoki 0 dan cho'ng bo'lishiga diqqat qilsak bo'ladi. Butun ifodalik tanlamidan boshqa yana kasr ifodalik tanlamlardami noma'lumni almashtirish usulini qo'llanishga bo'ladi. Masalan, tuvandagi misolni ko'rib boqaylik. X kvadrat minus 3x plus 5 plus x kvadrat minus 3x dan 6 tang 0. Kasr ifodalik tanlamlarni yeshishning asosiy usuli maxrajni yo'qotib, asli ifodani butun ifodalik tanlamga almashtirishdan iborat bo'lsa-mu, lekin bu tanlamada bu usulni qo'llanishga bo'lmaydi. Navoda tanlamining har shakl tarafiga x kvadrat minus 3x ni ko'paysak, u chaqda 4-darajalik ifoda hosil bo'lib, garchi tanlama butun ifodalik tanlamga o'zgargan bo'lsa-mu, yanada yeshishni taslashtirib qo'ydi. Avval bir butun qurilma x kvadrat minus 3x ga qarab boqaylik. Avval x kvadrat minus 3x tang t holatiga keltirib olsak, asli ifoda t plus 5 plus t dan 6 tang 0 bo'lib, asli tanlamiga qaraganda xeyli oddiylashadi. Buningdagi maxrajni yo'qotib olsak, bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanlama t kvadrat plus 5t plus 6 tang 0 ga o'zgarib, uni yozsak t1 tang minus 2, t2 tang minus 3 chiqadi. Bu oddiylashtirish bo'lmag'achqa zapas a'zo t'ni yo'qotib o'tishga bo'lmaydi. Balki t'dan foydalanib texmi ishkirlab x ning qiymatini topamiz. T tang minus 2 bo'lganda x kvadrat minus 3x tang minus 2 bo'lib, uni yeshish orqali x1 tang 1, x2 tang 2 ga erishimiz. T tang minus 3 bo'lganda x kvadrat minus 3x tang minus 3 bo'lib, bu chaqda tanlamning qiymati delta 0 dan kichik bo'lib, haqiqiy yildizi bo'lmaydi. Buningdan ko'rilishiga bo'ladiki, asli tanlamining yildizi x1 tang 1, x2 tang 2 bo'ladi. Diqqat! Bu yerda yordamchi elementni topdim debla ish tashlashga bo'lmaydi. Bizning eng oxirgi maqsadimiz yordamchi element orqali yolg'iz x ning qiymatini tepish. Mana bu oxirgi nishon. Biz yana tuvandagi kasr ifodalik tanlamlar sistemasini yechib boqaylik. Biz bu kasr ifodalik tanlamlar sistemasidan x dan 1 va y plus 1 dan 1 dan iborat ikki butun qurilmani bayqaymiz. Buni yeshish uchun oldingi soat so'zlagan qo'sh noma'lumni almashtirish usulidan foydalanishga to'g'ri keladi. Agar y plus 1 dan 1 tang n, x dan 1 tang m desak, asli ifoda tuvandagidek oddiylashadi. 5m minus 6n tang 1, m plus n tang minus 2. Uni yeshish orqali m tang minus 1, n tang minus 1 ga erishimiz. Eng oxirida o'rniga qo'yish, ya'ni x dan 1 tang minus 1, y plus 1 dan 1 tang minus 1 qilish orqali x tang minus 1, y tang minus 2 ga erishimiz. Buningdan ko'rilishiga bo'ladiki, garchi murakkab kasr ifodalik tanlamlar bo'lsa-mu, faqat bir butun qurilmani tepib chiqsaqla, yordamchi elementni almashtirish usuli orqali oddiylashtirg'ili bo'ladi. Bu misollarning bir butun qurilmasi intayin aniq bo'lib, bevosita elementni almashtirib olsakla, masalani osonlashtirg'ili bo'ladi. Navoda tanlamadagi bir butun gavdani topamizsaqchi,
Undaqda tanlamalarni shakl o'zgartirish, yeyish, a'zo yutkash, umumiy maxrajga keltirish, kasrlarni qisqartirish qatorliq usullar orqali bir butun gavdani o'zimiz hosil qilamiz. Ya'ni avval shakl o'zgartirish, ondan noma'lumni almashtirish usulini qo'llanamiz. Endi biz tuvandagi misolni ko'rib baqaylik. Mayli qandaqlik ko'zlayli, bu misaldagi bir butun qurilmani oson bayqag'ili bo'lmaydi. Bu chaqda shakl o'zgartirish usulini qo'llanishga to'g'ri keladi. Avval oldingi ikki a'zoni umumiy maxrajga keltirib, o'zaro qo'shganda asli tanlama tuvandagidek. X dan x kvadrat plus 2 minus x kvadrat plus 2 dan 3x tang 2 ga o'zgardi. Bu chaqda bir butun qurilmani tashkil qilgan o'zaro aks sonlar x dan x kvadrat plus 2 bilan x kvadrat plus 2 dan x ni tepib chiqamiz. X dan x kvadrat plus 2 tang t, x kvadrat plus 2 dan x tang t dan 1 deb olsak, asli ifoda bizga tanishliq ham oddiy bo'lgan t minus t dan 3 tang 2 ga oddiylashadi. Ratlab yozgandan keyin t kvadrat minus 3t minus 2 tang 0 bo'ladi. Uni yeyish orqali t1 tang 3, t2 tang minus 1 ga erishimiz. Hargiz unutib qolmang, bizning eng oxirgi maqsadimiz yolg'iz x ni tepish. T tang 3 bo'lganda x dan x kvadrat plus 2 tang 3 bo'ladi. Maxrajni yo'qotsak, butun ifodalik tanlama x kvadrat minus 3x plus 2 tang 0 ga aylanadi. Buni yeyish orqali x1 tang 1, x2 tang 2 ga erishimiz. T tang minus 1 bo'lganda x dan x kvadrat plus 2 tang minus 1 bo'lib, butun ifodalik tanlama qilib ratlab yozgandan keyin x kvadrat plus x plus 2 tang 0 ga aylanadi. Bu chaqda tanlimning delta qiymati 0 dan kichik bo'lib, tanlimning haqiqiy yildizi bo'lmaydi. Shunga asli tanlimning yildizi x1 tang 1, x2 tang 2 bo'ladi. Tuvanda biz qaltis darsxonamizda noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib, irratsional tanlama va yuqori darajalik tanlamadan iborat ikki xil texmo murakkab bo'lgan tanlimlarni yechishni ko'ramiz. Irratsional tanlama bo'lsa, yildiz ostida x plus 1 tang 2 va y plus yildiz ostida 1 minus y tang 3 ga o'xshash yildiz ostida noma'lum son bo'lgan tanlama. Irratsional tanlamani yechishning eng asosiy usuli bo'lsa, yildizni yo'qotib etib, ratsional tanlamaga aylantirish. Ya'ni irratsional tanlamani ratsional tanlamaga aylantirish. Oddiy bo'lgan irratsional tanlamalarni kvadratga ko'tirish yoki avval a'zo yo'tkab, ondan kvadratga ko'tirish usulidan foydalanib yechishga bo'ladi. Ammo bir qism irratsional tanlamalarni yechish hamisha undaq oson emas. Masalan, tuvandagi misolni ko'rib baqaylik. Bu tanlamada ikkinchi darajalik ifoda bo'lg'achqa bir qadar avorchilik. Agar kvadratga ko'tirsak 4-chi darajalik a'zo paydo bo'ladi. Bu chaqda noma'lumni almashtirish usuli karomatini ko'rsatadi. Yildizlik ifodani biroqla almashtirib olsak bo'ladi. Agar yildiz ostida x kvadrat minus 4x plus 7 tang t desak, x kvadrat minus 4x plus 7 tang t kvadrat bo'ladi. Endi yildiz belgisining sirtidagi ikkinchi darajalik ifodaga qarab baqaylik. 3 ko'paytirilgan tirnoq ichida x minus 2 ning kvadrati, ya'ni 3 ko'paytirilgan tirnoq ichida x kvadrat minus 4x plus 4. Bu ifoda bilan noma'lumni almashtirish qurilmasida o'xshashlik bo'lg'achqa, x kvadrat minus 4x plus 4 ni t kvadrat minus 3 deb ifodalasak, asli ifoda oddiylashib, tuvandagidek bo'ladi. 3 ko'paytirilgan tirnoq ichida t kvadrat minus 3 minus 2t plus 1 tang 0. Buni oddiylashtirib ratlash orqali 3t kvadrat minus 2t minus 8 tang 0 ga erishimiz. Bu tanlimni noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib oddiylashtirsak, oddiy bo'lgan bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanlimga aylandi. Uni yechish orqali t1 tang 2, t2 tang minus 3 dan 4 ga erishimiz. Oldida ko'rib o'tgan misolga o'xshash t bir butun ifodaga vakillik qiladi. Ikkinchi darajalik yiltizliq ifoda 0 ga tang yoki 0 dan cho'ng bo'lg'achqa manfiy qiymatni tashlab o'tamiz. Shunga t ning qiymati faqatla 2 bo'ladi. T tang 2 bo'lganda yildiz ostida x kvadrat minus 4x plus 7 tang 2 bo'ladi. Bevosita kvadratga ko'tarib oddiylashtirish orqali x kvadrat minus 4x plus 3 tang 0 ga ega bo'lib, uni yechish orqali x1 tang 1, x2 tang 3 ga erishimiz. Shunga asl tanlimning yechimi x1 tang 1, x2 tang 3 bo'ladi. Yıldızlıq ifodani biroqla noma'lumga almashtirish orqali irratsional tanlimni ratsional tanlimga aylantirg'ili bo'ladi. Bu yerda yana ikkinchi darajalik ifoda o'z ichiga olgan bir butun gavdaga diqqat qilish kerak. Butun tanlimni faqatla yordamchi elementni o'z ichiga olgan butun ifodalik tanlimga aylantirish kerak. Hamda yuqori darajalik tanlimlarga nisbatan ularni yechish uchun noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib, tuvan darajalik tanlimga aylantirishni ishga oshirish kerak. Masalan, tuvandagi masalani yechib baqaylik. Bu tanlimni to'liq yeysak 4-chi darajalik a'zo paydo bo'ladi. Agar to'liq yeymasak, yechishga amalsiz qolamiz. Undaqda qanday qilish kerak? Tanlimning tartibiga asosan oldidagi yarim qismini yeysak, x kvadrat plus 3x plus 2 ga. Keyingi yarimini yeysak, x kvadrat plus 7x plus 12 ga erishimiz.
Bu çağda bu ifodadagi birinchi darajalik a'zo o'xshash bo'lmag'achqa bir butun qurilma bo'lmaydi. Ondaqda qanday qilganda birinchi darajalik a'zoni o'xshash holatga keltirgili bo'ladi? Nayt oddiy. Tartibini o'zgartirib olsakla bo'ladi. Ya'ni oldi bilan keynidagi a'zo va o'tirdagi a'zolarni o'zaro ko'paytirish orqali bir butun qurilma x² plus 5x ga erishimiz. Agar x² plus 5x tang t desak, u chaqda asli tanglama tuvandikidek oddiylashadi. Tırnaq ichida t plus 4 ko'paytirilgan tırnaq ichida t plus 6 tang 3. Undaqda bu tanglama aslidagi 4-darajadan 2-darajaga tuvallaydi. Bu tanglamani yeyish orqali t1 tang minus 3, t2 tang minus 7 ga erishimiz. Ayrım x² plus 5x tang t'ning o'rniga qo'ysak, shartni qanoatlantiradigan x'ning qiymati tuvandikidek bo'ladi. x1 tang 2dan minus 5 plus yıldız astida 13. x2 tang 2dan minus 5 minus yıldız astida 13. Ya'ni asli tanlamning yıldızi x1 tang 2dan minus 5 plus yıldız astida 13. x2 tang 2dan minus 5 minus yıldız astida 13 bo'ladi. Ko'rilishga bo'ladiki, bu masalani yechishning abjal usuli tartibni almashtirish. Ya'ni avval shakl o'zgartib, ondan keyin noma'lumni almashtirish. Tanglamining ma'lum qismini yeyib olgandan keyin amal qilib o'xshash bo'lgan bir butun qurilmani tepib olish. Uningdan keyingi bosqichlari bo'lsa, oldinqisi bilan butunlay o'xshash. Oldidagi misollarda faqatla o'xshash bo'lgan bir butun qurilmani tepib olibla noma'lumni o'rniga qo'ysak bo'ladi. Shunga qiyin nuqta bir butun qurilmani tepishdan iborat. Ammo qaltis darsxonamizda tuvanda tushuntirmoqchi bo'lgan bu qiyin masala intayin g'alati bo'lib, bir butun qurilmani tepishga faqat mumkin bo'lmag'achqa, x ni butunlay almashtirib o'tishga bo'lmaydi. Tuvandagi misolni ko'rib boqaylik. Bu 3 mahrajning birinchi darajalik a'zosi o'xshash bo'lmag'achqa, bir butun gavdani tepishga bo'lmaydi. Undaqda noma'lumni qanday almashtirish kerak? Hech qisi yo'q. Sinab boqaylik. Ikkinchi mahrajni biroqli t'ga almashtirib olsak, x² plus 2x minus 8 tang t bo'ladi. Qolgan ikki mahraj ayrım t plus 9x va t minus 15x bo'lib, asli ifoda tuvandikidek oddiylashadi. t plus 9x dan 1 plus t dan 1 plus t minus 15x dan 1 tang 0. Bu vaqtda bu tanglamada garchi ham kasrlik ifoda, ham ikki noma'lum son bo'lib, qarmoqqa noit tasda ko'rinsimi, ammo faqatli tas emas. Burunqi usul bo'yicha yasakli bo'ladi. Har bir a'zoni t ko'paytirilgan tirnoq ichida t plus 9x ko'paytirilgan tirnoq ichida t minus 15x ko'paysak, tuvandikidek butun ifodalik tanglamga aylandi. t² minus 4xt minus 45x ning kvadrati tang 0. Bu tanglamadagi x ni bir turaqliq son deb qarab olib, qaychilashtirib ko'paytirish usuli orqali tirnoq ichida t plus 5x ko'paytirilgan tirnoq ichida t minus 9x tang 0 ga erishimiz. Buni yesak, t1 tang minus 5x, t2 tang 9x bo'ladi. Garchi t ning amaliy qiymatini topolmasaqmi, ammo t bilan x ning boshqa bir munosabatining borligini bilalaymiz. Buni eng dastlabki noma'lumni almashtirish ifodasiga birlashtirsak, bu masala ikki noma'lumlik tanglamlar sistemasiga aylandi. T tang minus 5x bo'lganda x² plus 2x minus 8 tang minus 5x bo'lib, buni yeyish orqali x1 tang 1, x2 tang minus 8 ga erishimiz. T tang 9x bo'lganda x² plus 2x minus 8 tang 9x bo'lib, buni yeyish orqali x1 tang minus 1, x2 tang 8 ga erishimiz. Tajribamizga asosan mahraj 0 bo'lsa, inovatsiz bo'lg'achqa, bu 4 yıldızning hammasining ma'nosi bo'ladi. Shunga asli tanglamining x1 tang 1, x2 tang minus 8, x3 tang minus 1, x4 tang 8 dan iborat 4 yıldızi bo'ladi. Bu misoldan shuni ko'rilishga bo'ladiki, o'xshash bir butun gavdani tepish tasdak ko'rinsimi, ammo ansirashning hojati yo'q. X'ni saqlab qilib, o'zimizning koni usuli bo'yicha mansaqla bir yangi yo'l tepib, ikki noma'lumlik tanglamlar sistemasiga aylantirib, masalani hal qila olamiz. Bu saatlik dersimiz mushagicha bo'lsin. Tövəndə dərsimizni xulaslaymiz. Noma'lumni almashtirish usulimi tanglimlarni yechadigan muhim qurol. Tanglimda almashtirg'ili bo'ladigan bir butun qurilma bo'lganda, uni yordamchi elementga almashtirib olsakli bo'ladi. Yordamchi elementni yechib bo'lgandan keyin ifodaning musbat manfiyligi, mahraji 0 ga tangmi emas degandek masalalarning boyoqligiga diqqat qilishimiz kerak. Agar tanglimda bir butun qurilma aniq bo'lsa, uni biroqla noma'lumga almashtirib o'tamiz. Agar tanglimda bir butun qurilma aniq bo'lmasa, avval shakl o'zgartib, ondan keyin noma'lumni almashtiramiz.
yeyish, a'zo yo'tkash, umumiy maxrajga keltirish, kasrlarni qisqartirish qatorliq usullardan foydalanib, amal qilib o'xshash bo'lgan bir butun qurilmani tepib chiqamiz. Uningdan boshqa biz yana irratsional tanlama va yuqori darajalik tanlamlarni noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib yechishni so'zlab bo'ldik. Uning asosiy usulimi o'xshash bo'lgan bir butun qurilmani tepib chiqishdan iborat. Eng oxirdagi bir g'alati misol bizga noma'lumni almashtirish usulini dadillik bilan sinab beqishning muhimligini samimizga sep qo'ydi. Garchi ikkisini butunlay almashtirib atkili bo'lmasa-mu, ikkisini saqlab qilib noma'lumni almashtirgandan keyin yanada yordamchi element bilan asldagi noma'lum sonning munosabatini tepib chiqish orqali tanglimni ikki noma'lumlik tanglimlar sistemasiga almashtirg'ili bo'ladi. Yordamchi element ko'zir zapas a'zo bo'lish sifati bilan tanglimlarni yeshish paygisida kishini hayron qoldirgudek sehriy kuchini namoyon qilib, murakkab yiltizliq ifodalar, kasr ifodalar va yuqori darajalik ifodalarni hashpash tegich ko'zimizdan g'oyib qilib, bir butun qurilma bo'yicha almashtirishni ishga oshirib, murakkab ifodalarni oddiylashtirishda muhim rol o'ynaydi. Qaltis darsxonada qaltis holatlarga erishsiz. Parasatlik o'quvchilar, keyingi soatlik darsda ko'rishaylik.